Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Bugun Fayzil akaning xonadonlaridamiz. Mana ijodxonalar ekan. Xullas, o'rtoqlar, bizga qiziq jihati shundaki, 30 mingta chayon bor. Mana shu joyda 30 mingta chayon saqlar ekanlar Fayzil aka. Mana ustozlari, demak, sertifikatlar, ustozlar. Xullas, chayon nima yesa shuni olib kelib yaxshilab taomlantirib boqar keldi. Qoyil. Uni yashash joyidan zo'r joyda komfort gostinitsalarda turishadi. Qoyil. Xullas, mana bu uskuna zahar oladigan uskuna ekan. Zaharni ham ko'rsatdilar hozir. Mana shu 70 ming dollar turar ekan. Qoyilmisizlar? Qoyil. Chayon ko'rsating, chayonni. Mana. Chayonlar. Ko'rsatishim.